Assalomu alaykum. Hurmatli yosh tadbirkorlar. Bu yerga vaqt ajratib yig'ilganingiz uchun katta rahmat. Hozir biz o'zimizdagi, ya'ni ProMarketdagi kredit mahsulotlarimiz bilan tanishtirib o'tish uchun sizlarni bu yerga yig'ilganmiz. Hozirda bizda tadbirkorlikni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha juda ko'p imtiyozli produktlarimiz, kreditlarimiz mavjud. Ulardan biri mahallada biznes va welcome produktlari. Bunda har bir o'zimiz band qilgan, lekin rasmiy daromadga ega bo'lmagan bo'lsa ham, O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, demak biz o'z imtiyozli kreditimizni ajratishimiz mumkin. Ya'ni bu tadbirkorlikni rivojlantirish yoki bo'lmasam yangi biznesni boshlash uchun beriladi. Bunda odatda foiz stavkasi odatiy kreditlardan nisbatan pastroq, ya'ni yillik 25% bilan 50 million so'mgacha berishimiz mumkin. Unda muddati 48 oygacha bo'ladi. Va undan tashqari 25 million so'mgacha bo'lgan kreditimiz bor. Bunda muddati 36 oygacha va buni hech qanaqa kafillar talab qilinmaydi. Sug'urta polisini o'zi bilan beriladi. Ya'ni bu immuniy o'sha maqsadli ravishda yangi biznes boshlash uchun yoki tadbirkorlikni kengaytirish uchun beriladi. Bunda eng asosiy joyi bizni mahallamizda yashaydigan bo'lsa, bu limit 50 milliongacha ya'ni oshiriladi. O'zimiz mahallada yashaydigan fuqaro bo'lishi kerak. Xo'p, bu produktlar adashmasam sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Ya'ni kimda savol bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringiz bilan tanishib chiqishlaringiz mumkin va hozir qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Bu bizni eng asosiy imtiyozli kreditlarimiz hisoblanadi. Kim bir savol qiziqtirgan bo'lsa, adashmasam ma'qul bo'ldi. Agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa, barchalaringizga katta rahmat. Bemalol ProMarket bilan qo'llab-quvvatlashga tayyor.